Işıtı koyun, esden çıkmasın. Telegram'dagi eng jonli, eng quvnoq va eng samimiy kanal bu jonli tabriklar. Boshlovchimiz go'zal ovozi Yasminni yuraklardan joy oladigan tabriklar. Assalomu alaykum. Guruhimiz a'zolari va Suhrobjon aka, yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Suhrob aka, bugun bizga bir tabrik yo'llashgan. Alaykum assalom, hamkasbim Yasmina, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ayni guruhdoshlar bilan salomlashib olsak. Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, sizlarga baxt, omad, tark etmaydigan kulgu tabassum tilaymiz. Siz jonli tabrik loyihasiga xush kelibsiz. Biz orqali yaqin insonlaringizni tabriklashingiz mumkin. Ha, aytgancha yana bizda bir tabrik. Unda biz jonli tabriklar loyihasini boshladik. Kanalda nimalar bor. Tug'ilgan kunlar uchun jonli tabriklar. Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Yasmina bilan tabriklar vaqtida. Tabriklar, soqali sovg'alar va musobaqalar. Tabriklar, soqali sovg'alar. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Faxriddin aka bilan bog'landikmi? Ha, o'sha. Ota-onangizni hajlariga olib borishlik nasib qilsin, yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Xayrli oqshomingiz xayrli bo'lsin. Ayni galda bugungi ayyomlar payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronali kuningiz bilan qarshi olgan tabarruk 29 yoshingiz bilan sizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etib qolamiz. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni galda sizni shukronali kuningiz bilan tabriklash maqsadida jonli tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Loyihaning boshlovchisi Yasminaxon bo'laman. Iloji bo'lsa birozgina qimmatli vaqtingizni olsam maylimi? Mayli. Tinchroq va internet yaxshi joyga chiqib oling, iltimos qilib qolamiz. Xo'p. Rahmat. Bugun loyihamizga murojaat qilib, sizni biz orqali tabriklashni istagan, borligingizni cheksiz baxtim deya aytuvchi bir yaqin insoningiz tomonlaridan sizga to'g'ridan-to'g'ri jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu yaqiningiz kim bo'lishlari mumkin? Kimlardan kutgan bo'lar edingiz? Ajoyib niyatlarini, samimiy dil izhorlarini, taxminlaringiz, javob variantlaringiz bormi? Onam yoki opam. Aha, to'g'ri topdingiz. Bugun sizni sizdan-da yaxshi ko'rguvchi, borligingizni baxtim deb aytguvchi, sizni eng yaxshi ko'rib asrovchi, avaylovchi, bir mehrini berguvchi buvangiz, ya'ni volidai muhtaramangiz onajoningiz Muharramxon onamiz tomonlaridan sizni tabriklab, mana shunday xursand qilyapmiz. Rahmat. Va ular bilan birgalikda sizning barcha oila a'zolaringiz, otajoningiz Farhodjon ota, opajoningiz Shahloxon opa, ukangiz Zahiriddin hamda bir-birlaridan shirin jiyanlaringiz Hadichaxon, Muhammad Amin, Muslimaxonlar nomidan tabriklab qolamiz. Rahmat. Umringiz baqiy bo'lsin. Albatta, xo'p desangiz, onajoningizni sizga aytmoqchi bo'lgan tilaklarini, samimiy dilnomalarini siz uchun o'qib eshittirsam, maylimi? Mayli. Rahmat bor bo'ling, ilohim. Osmonimda quyosh kulgan kun dunyoga kelding, bo'ldim butun. Duolarim bo'lgan ijobat, o'g'lim, bugun sen tug'ilgan kun. Otam, onam degan so'zing bir baxt, sen mevamiz, biz bir daraxt, jannatlarda qurib bergin taxt, ko'zim qorasi, qalbim donasi. O'g'lim, xuddi otangday bo'lgin, tun bo'lmagin, quyoshday kulgin, o'z xalqingga mehringni bergin, ko'zim qorasi, dilim donasi. Yaxshilar ko'p, ularday bo'lgin, ko'zim qorasi, dilim donasi. Azizim, jonim o'g'lim Faxriddinim,
Bugun mening eng katta baxtim, hayotimning mazmuni bo'lgan. Seni dunyoga keltirganimning eng go'zal kuni. Sening tug'ilgan kuning. Onang uchun sen har doim bir olam, faxr, bir dunyo shukr va umid bo'lib kelding. Senga qarab men quvvat topaman. Sening yutuqlaringni eshitib ko'nglim tog'day baland bo'ladi. Hozir uzoqda bo'lsang-da, qalbimning eng issiq duolari, mehrim, sog'inchim seni doimo quchib turadi. Allohning marhamati sen bilan bo'lsin, o'g'lim. Har bir qadamingda rohat va baraka bo'lsin. Ishlaringda omad, hayotingda quvonch, qalbingda esa sokinlik va baxt hamroh bo'lsin. O'g'lim, hali uylanmagan bo'lsang-da, men sen uchun eng go'zal baxtli hayotni tilayman. Inshaalloh yaqin orada hayotingga seni qadrlaydigan, baxtingni to'ldiradigan yor uchrasin. Sizning oilangiz quvonch va muhabbatga to'la bo'lsin. Men onang bo'lib sening baxtingni, sog'lig'ingni va orzu-umidlaringni ushalishini eng ulkan niyatim qilaman. Seni duo qilib yashayman, o'g'lim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, Faxriddinim. Dunyo sen uchun eng chiroyli faslarini ochsin, baxtning quyoshidek yorishsin. Onangning suyanchiqlari ko'z nuri bo'lib yuraver, jonim bolam. Sevgi va duolar ila onang Muharramxon. Yillar kutdim, tunlarim bedor. Ishqing uzra bo'ldim-da bemor. Berdi Alloh shukrimni ming bor. O'g'lim, sendan umidim katta. Oppoq o'rab, oppoq qaradim. Senga omad, zafar so'radim. Duo qildim, baxting tiladim. O'g'lim, sendan umidim katta. Men yashadim, ko'rdim kunimni. G'am anduh bo'lab tunimni. O'zing yorit, o'zing dilimni. O'g'lim, sendan umidim katta. Seni dedim, senla tinmadim. O'zim uchun bir ish qilmadim. 5 kunim bormi, bilmadim. O'g'lim, sendan umidim katta. So'qmoqlar ko'pdir yo'llarda. Arazgo'ylar yurib dillarda, olib keldim ushbu kunlarga. O'g'lim, sendan umidim katta. Bo'lgin deyman elning iqboli. Topgin deyman nonning haloli. Sensan o'zing g'ururim va orim. O'g'lim, sendan umidim katta. Deya sizga mana shu dilnomalarni, qalb izhorlarini maxsus yo'llabdilar onajoningiz. Ham bo'ldi, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Ayni galda sizning ham yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan chiroyli so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, loyihamiz orqali yo'llab bering. Sizni ham eshitamiz. Faqat qattiqroq gapirsangiz. Meni baxtimga doim sog' salomat bo'lsin. Men ularni yaxshi ko'raman. Rahmat. Ilohim tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Faxriddin aka, dasturimiz davomida qaysi qo'shiqni qo'yib berishimizni xohlaysiz? Qaysi qo'shiq sizning ko'nglingizga manzur bo'ladi? Qo'shiq tanlamayman-da, men hozir ishdaman. Ha, mayli, bo'lmasam o'zimiz qo'yib bera olamiz. Ilohim aytganlaringiz kelsin, umringiz baqiy bo'lsin, doimo yaxshi insonlar qurshovida bo'ling. Alloh rozi bo'lsin, ilohim. Salomat bo'ling, omon bo'ling. O'zingizni omonda asrang. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.